Tortiq bo'lsin sizga duo salomlar. Duoda eng go'zal shirin kalomlar. Iloho uyingiz nurlarga to'lsin. Ramazon hayitingiz muborak bo'lsin. Yaqinlaringizni qiling ziyorat. O'qigan namozingiz bo'lsin ijobat. Eng yaxshi ishingiz bo'lsin ibodat. Hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Olmosdan baxt, tillodan taxt, chinordek umr, yoshlikdek davr, yo'qolmas sog'lik, orzuyingizdagi boylik, oilangizga totuvlik, qaytarilmas sevgi, tuganmas ko'ngil, takrorlanuvchi omad, musaffo hayot, ishlaringizga rivoj tilab qolaman azizim. Assalomu alaykum. Biz Dil izhorlarim kanalini yana davom etamiz. Bizni loyihamizga tabriklar kelishda davom etmoqda. Keling azizim, mana shu tabrikni ham o'z egasi tomon yetkazib qo'ysak. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga Dilafruzxon opa kerak edi. Men kakam Dilafruz opa bo'laman. Salomatmisiz opajon, sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Biz sizga ayni daqiqalarda Dil izhorlarim kanalidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Aziza Alijonovna bo'laman. Opajon, minnatdorman. Bugungi hayit ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Minnatdorman. Yaxshi bo'linglar. Minnatdorman opajon. Bugungi tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz ziyoda, tanu-joningiz salomat bo'lsin. Har doim yaqinlaringiz baxtiga omon bo'ling. Rahmat, sizlar sog' bo'linglar. Katta rahmat, omon bo'linglar. Minnatdorman opajon. Ushbu kunlarda shukronalik ayyomingizda sizni o'zgacharoq tarzda tabriklashni istab, bizga yaqin insoningiz murojaat qilganlar va siz uchun chiroyli bir tabrik maktublarini yo'llaganlar. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu sirli inson kim bo'lishi mumkin? Bilmadim. Nega hamma tabriklab turibdi? Ham birozgina taxmin qilib ko'rasiz. Albatta jigarlaringizni orasidan izlab ko'ring-chi. Jigarlarim orasidan singlarim, onajonim, akajonim, ukajonim, kedim. Albatta, juda ham to'g'ri taxmin qildingiz. Albatta sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi onajoningiz boshchiligida singillaringiz Zuhraxon, Mohiraxon, Shoiraxon, kelinlaringiz Farog'atxon, jaddi jiyanchalaringiz Saidjon, Sevinch hamda Solihaxon nomlaridan hozirgi vaqtda Rossiya Federatsiyasida istiqomat qilib o'z faoliyatlarini olib borayotgan ukajoningiz Bekmurod aka sizga tabriklarni yo'llabdilar. Katta rahmat, sog' bo'lsin, omon bo'lsin meni baxtimga. Inshaalloh, hayitganingiz sog' bo'lsin. Ilohim. Opajon, minnatdorman opajon. Agarda siz bilan birozgina suhbat qursak-da, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi ukajoningiz Bekmurod akamizdan kelgan tabriklarni o'qib eshitirsam maylimi? Mayli, katta rahmat, shunday qiling. Minnatdorman. Assalomu alaykum, mening mehribonim, mehrda tengsiz bo'lgan aziz insonim, mehrli opajonim. Sizni bugungi Allohimga banda payg'ambarimizga chin ummat bo'lgan tavallud ayyomingiz. Qolaversa, hayit ayyom bilan sizni chin qalbimdan tabriklayman. Inshaalloh umringiz ziyoda, tanu-joningiz har doim salomat bo'lsin. Yaqinlaringiz va oila a'zolaringiz, farzandlaringiz va bizni baxtimizga har doim omon bo'ling. Bizga mana shunday chiroyli tarbiya bergan onajonimizni umrlari ziyoda bo'lib, hamisha bizga bosh bo'lib yursin ilohim. Sizdek mehrli va mehribon, jonkuyar, har doim jigarlarni oliy o'ringa qo'yadigan opajonim borligidan juda ham faxrlanaman. Vaqti kelsa yoshlik qilib, qalb gavharingizga ozor berib sizni xafa qilgan kunlarim bo'lsa, men ukangizni kechirishingizdan umidvorman. Lekin opajonim sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. To'g'ri, birozgina o'rtamizdagi masofalar uzoq, lekin har doim siz meni qalbimdasiz. Qalbim ardog'idasiz opajon. Ilohim nimaiki niyatlaringiz bo'lsa, inshaalloh Allohim barchasini bekamni ko'z yetishtirsin. Dunyoda qanaqa yaxshi niyatlar bo'lsa, bugun sizga barchasini tilab qolaman. Shunday baxtli insonlar qatorida bo'lingki, mana men baxtliman deganlar ham sizni baxtingizga havas bilan boqsin. Allohim nasib etsa, onajonim boshchiligida hammamiz Allohning baytiga borib, birgalashib hojatda va hojona bo'lishimizni yaratganim inshaalloh nasib etsin.
Shunday kunlar kelsinki, Hoji opajonim deya chaqirishlikni bizga nasib aylasin. O'rtamizdagi mehr-oqibatlarga esa hech qachon ko'z tegmasin opajon. Vaqt kelsa sizdan ko'p bora xabar ola olmayman. Lekin shunday bo'lsa-da, siz meni jonajon opajonimsiz, opa. Doim baxtimizga omon bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Umringiz ziyoda bo'lsin. Hech ham dard, hasrat nima ekanligini ko'rmang. Ilohim dunyo turguncha turing opajon. Yana bir bor bugungi tavallud ayyomlar sizga muborak bo'lsin. Mana shunday chiroyli maktublarni Bekmurod akamiz sizga yo'llab qolibdilar. Katta rahmat ukajonimdan, umri uzoq bo'lsin, ballarini boshiga omon bo'lsin, sog' bo'lsin, ballarini rohatini ko'rsin, bizlarni baxtimizga omon bo'lsin, onajonim ham sog' bo'lsinlar. Rahmat apa-singillarim ham sizlarga ham rahmat. Minnatdorman omon bo'ling, opajon. sog' bo'ling, bayramlarni yaxshi kutib o'yinglar. Tabriklaring uchun katta rahmat. Minnatdorman. Men bilan kutmagandim. Albatta har bir kunlaringiz mana shunday kutilmagan sovg'alardan iborat bo'lsin. Qolaversa, Bekmurod aka sizga yana bir chiroyli she'riy misrani yo'llabdilar. Maylimi shuni ham o'qib eshtirsam? Mayli. Minnatdorman. Har doim bo'lgan hamroh, birlashgan bu et tirnoq, sizsiz yorishmas chiroq, mehribon jigarlarim. Ko'ndirmas iymonga gard, harom luqma emas mard, duo qilaman omad, qadrli jigarlarim. G'ururim, nomusimsiz, mehribon insonimsiz, sizlar mening borimsiz, mehribon jigarlarim. Sizlar borki men mag'rur, yuzingizdan kulsin nur, sizdan olaman huzur, qadrli jigarlarim. Ko'kka uchib bu qo'lim, ko'targan sizlar qaddim, ishonganim davlatim, mehribonim jigarlarim. Sizni ko'rsam ketar g'am, siz bilan go'zal olam, yaqinim diydor malham, qadrli jigarlarim. To'planib qilib bayram, opa singil siztanam, aka ukam kelnoyim, mehribonim jigarlarim. Doim bo'ling sog' omon, omonatdir ahiljon, sizni ko'rayin har on, qadrli jigarlarim. Aynan mana shunday chiroyli she'riy misra ham siz uchun ekan. Opajonim, ayni daqiqalarda suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Tez fursatlarda esa Bekmurod aka va qolaversa barcha jigarlaringiz suhbatimizni eshitadilar. Shu o'rinda ularga barcha ezgu niyatlaringizni yo'llash imkoniyatiga egasiz. Marhamat, biz sizni eshitamiz. Rahmat hammalariga, umrlari uzoq bo'lsin, do'stlari bundan ham ziyoda bo'lsin. Mana shunday yuqlab tabriklashibdi. Katta rahmat, sog' bo'lsin hammalari. Ilohim, aytganingiz kelsin. Sizlarga katta rahmat. Minnatdorman opajonim. Qalbingizdagi barcha ezgu niyatlarni Alloh xayrli kunlarda ijobat qilsin. O'rtangizdagi mehr-oqibatlariga ko'z tegmasin. Jigarchilik abadiy mustahkam bo'lsin. Rahmat, hammalarini yaxshi ko'raman, sog' bo'lishsin. Salomat bo'ling opajon. Yaxshi kunlarda yana diydorlashguncha. Rahmat, sizlarga ham omon bo'linglar. Rahmat, katta rahmat. Ukajonimga salomating, sog' bo'lsin, mayli, omon. Albatta, eshitadilar suhbatimizni opajon. Rahmat bo'lsin. Xo'p, omon bo'ling. Mehri daryo, zaboni shirin, yuzlari nurli, iymoni kuchli, dilga yaqinlarim. Bugungi kun barchangizga muborak bo'lsin. Allohim umringizga mazmun, rizqingizga barokat ato etsin. Qalbingizga xotirjamlik, oilangizga tinchlik, osoyishta hayot tilab qolamiz. Ushbu kun munosabati ila mana shu go'zal taronamiz siz uchun albatta. Yapar qizning yo'li qildan nozik, iqboling ham peshonangday bo'lsin ochiq. Nagoh senga yog'dirganda taqdir toshi, qalqon bo'lib qaytarayin opa singlim. Shunday yapar qizning yo'li qildan nozik, iqboling ham peshonangday bo'lsin ochiq. Nagoh senga yog'dirganda taqdir toshi, qalqon bo'lib qaytarayin opa singlim. Birga bo'lgan o'sha baxtli bolaliklar bizni bo'lib turar endi oraliqlar. Meni ko'rsang munchoq ko'zda yoshing, onam kabi mehribonsan opa singlim.
Ko'zim tushdi suyukdan ham suyuklarga, o'xshaydirsan eng beozor kiyiklarga. Topa olmay qolganingda dardkashingni, dardlaringga em bo'layin opa singlim. Ko'zim tushdi suyukdan ham suyuklarga, o'xshaydirsan eng beozor kiyiklarga. Topa olmay qolganingda dardkashingni, dardlaringga em bo'layin opa singlim. Birga bo'lgan o'sha baxtli bolaliklar o'zini bo'lib turar endi oraliqlar. Meni ko'rsang munchoq ko'zda yoshing, onam kabi mehribonsan opa singlim. Aylanayin opa singlim, o'rgilayin opa singlim. Yuzlaringda g'am ko'rmayin, aylanayin opa singlim. Alo. Assalomu alaykum opa. Bu menman. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Bayramlaring bilan singlim. Bizning baxtimizga har doim sog' bo'ling. Sizni juda sog'indim. Rahmat. Aylanayin opa singlim, o'rgilayin opa singlim. Yuzlaringda g'am ko'rmayin, aylanayin opa singlim. Aylanayin opa singlim, o'rgilayin opa singlim. Yuzlaringda g'am ko'rmayin, umr bo'yi opa singlim.